Jeyms Fenimore Kuper Josus yoxud betaraf o'lka hikoyati. Aziz kitobxonlar, qo'lingizdagi ushbu kitob AQShda yashab ijod etgan adib Jeyms Fenimore Kuper qalamiga mansub bo'lib, Erkin Mirobidov tomonidan Josus yoxud betaraf o'lka hikoyati nomi ostida tarjima qilingan. Josus yoxud betaraf o'lka hikoyati asari jahon adabiyotining o'lmas donalaridan biri hisoblanadi. Bu asar nafaqat badiiy kitob orqali, balki yurtimiz telekanallarida berilgan videofilmi orqali ham juda mashhur. Fenimore Kuper o'z asarlarida ozodlik uchun kurashuvchi mard, jasur qahramonni ulg'aytiradi. Josus romanining qahramoni vatani uchun jonini fido qilgan Garvi Biyort chindan ham yashagan tarixiy shaxs. Romanda amerikaliklarning ingliz mustamlakachilariga qarshi kurashning dramatik manzaralari yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan.